Hammaga salom. Sizlar bilan Muzo 1 million. Bugun biz Andrey o'yinini qishki mavsumida eng easy rejimda, eng otmaslik tegmaydigan rejimda o'ynab, sizlarga qanday o'ynashni o'rgataman. Agar sizlar yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. Mana o'yinga ham kirib oldik. Hammasini qilib bo'lgandan keyin o'yinga qolaman. Mana yaxshilab o'rnashib oldim. Hozir sizlar easy rejimda o'ynaymiz. Agar sizlar hozir tegajak rejimda o'ynamoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda kompyuterni ekraniga bosamiz. Endi mana bu yerdan chiqadi. Test. Bu yoqqa kiramiz. Bu yerga mana shuni yozamiz. Mana hozir to'xtab turing. Xo'sh. Kirib mana bu so'zni yozamiz. Xo'sh. W nega? Xuddi mana shu so'z yozamiz. Endi esa kirish kerak, yana kirdi. Endi SMS qilamiz. Bergedada Любойni bosamiz. Agar sizlar menga yaxshiroq narsa like yig'ib bersangiz, biz mana bu mana shu xolos shu o'yinda o'ynab ko'ramiz. Sizlar bizga yaxshilik yig'ib beringlar. Xo'sh, endi bu yerga chiqamiz. Birinchi navbatda set yoqmaylar. Biz просто men hozir yorib qoladi son. Shu chaqiramiz, yoqqa o'tiramiz. Hozir onasi keladi, sekin turmasdan boramiz. Hozir otanasi bilan tegishmaydi. Birinchi обязательно go'sht kerak. Juda ham tez bo'lishingiz kerak. Bu yoqqa olib, buni qo'yib, yoqasizlar. Endi yana bu yerni chiqasizlarda, bu yerga berkam olasizlar. Lekin eshik yopiq turishi kerak. Yana boradi. Yana chalasiz. Yana hozir reklama bo'ladi. Mana tez go'shtni olamiz. Tutdi. Buni ochamiz. Joyiga o'tiramiz. Buni bu yoqqa o'tamiz. Xullas, hozir men easy yutishga harakat qilaman. O tuzik deysan, yaxshimisan? O'tiraman, bir ikkita o'tirani chaqirib kelmaysan. Olamiz. O bu yer sovg'alar bor. 25 ta sovg'a. Nima bir shlank. Mayli. Olaveramiz shlankni ham. Bir o'q bilan 2 quyonni uramiz. Va shuni tiqib qo'yamiz shlankani. Xo'sh. Men sizlarga hozir tomdan qochishni o'rgataman. Keyingi qismda biz mana shu yerdan qochishni o'rgataman. Hozir biz tezroq yurib oyisining xonasiga, oshxonaga boramiz. Xo'sh, oshxona qayer? Mana oshxonaga kiramiz. Bu yerdan tiklaymiz. Tiklab bo'lgandan keyin videoni yoqaman.
Mana dadasini xonasiga ham kirib oldim. Dadasi qaranglar. Olmay yurib, nechtalarni ketishtirib. Yurib, hali pivo ichmoqchi. Voy, dada, siz men pivo to'ymaysizmi? Oldin narsa ko'rarding, hakka ko'rish boshladi. Xo'sh, bilan biroz hakka ko'ramiz. Menimcha men 3-qismida mana shu hakkani 45 minut ko'raman. Ko'ramiz bu hakka emas qizig'iga. Agar siz televizoringiz bo'lsa, Androidga kirib hakka ko'rasiz. Mana sizga tekin hakka. Просто telefon zarkasi ko'tarib bo'ldi. PlayStation Zarchi bizga kerak emas. Zarchi keng qismda bizga kerak bo'ladi. Bu lampochka. Yo. Ikkita oilasi. Mana shu biz. Hech nima yo'q. O'tamiz. Yana bir yerda ikkita oshiq beqarorlar. Podark. Bu osobularga har ham shart turardi bo'ylayman. Life hack. Bakın Minecraft bizga kerak emas. Düşmesin. Osh. Bizga aptechka kerak, aptechka. Yetim yer tekshirmadik. Osh. Hardam şey bulmuş bular. Endi esa bir xabar ko'ramiz. Shu yerdan Misr. Su ochib bo'lmaydimi? Reklama tugadi. Bu yerda nimalar bor yana? Mana techkan kaliti. Nimaga qozoqcha gapirasiz? Qozoqcha bu. Yo'q, qozoqcha bo'lmaydi, o'zbekcha gapiramiz. O'zbekmiz u. O'zbekmiz u. Assalomu alaykum. Osh, nima parashok? Hadi parashok. Osh, mashinani keldi qayerda? Mencha mashinani keldi. Stes. Bunu yoqamiz. Mana hammasini ochdik. Bu yerda kutganimdek mashinani keldi. Bu mashinani keldi. Nima qilamiz deganlar? Bu yoqqa chiqamiz. Yerda nima bo'ldi? Uncha ko'p narsa bo'lmaydi o'zi bu yerda. Ochamiz. Ichida ayyoqqa. Bizga bolta yana mana bu yerdan tekshirib olamiz. Bu yerda suv oqyaptimi? Teshikdan suv oqar ekan. Mayli shu taxta shu yerda turaveradi. Maqam turaversin. Hozir biz mana bu yoqqa kiramiz. Bitta o'tirib, mana buni yopib. Hamma shuni ham tugatganimdan keyin men albatta nimalarni horror o'yinini ko'rmoqchiman. Men agar horror o'yini men o'zim klaustrofobiya bor odamlarga bu o'yinchilar ham qo'rqinchli bo'lsa kerak. Men ham qattiq klaustrofobiyam bor. Qayerda endi bu? Shu songa qilsa bo'ladi. Bosh bu yerda bolta. To'xta. Menimcha hozir video shu tugasa kerak. O'sha aptechkani kalitini ko'ramiz. Ichida bu keyingi qismlarni kerak bo'ladi. Hammasini yig'dim.
Menimcha endi aniq tomga qochamiz. Yo'q, to'xtang. O'ta saniya o'tdi. Mana bu yoqqa chiqamiz. Yo'q, chiqmaymiz. Bu yoqqa tushamiz. Yana hammomga kirib, mana buni olamiz. Bu bizga aniq kerak. Endi tashqariga chiqamiz. Xo'sh. Menimcha yig'dim. Maqlarni qo'yamiz. Xo'sh. Bitta o'zi har doim turadi. Mana yo'l ochamiz. Tezsiz yurish kerak. Oraya qilama. Pas men sal esimdan chiqib qoldi. Qarang, mana shu yerda antijitel bor. O'shani oyna yonidan arni yuz bosh sepib, bergi atvorka maxsus sug'urgich bor. Shu yerdan shuni olib, mana bu teshikka ustiga bitta bossangiz, o'sha tushadi. Mana bu o'tirib yurishingiz kerak. O'tirib yurolmanglar. Men katta odam bo'lganim uchun turib yuraman. O'sha pastga tushamiz. Wi-Fi. Agar darasiga qulayotgan bo'lsam, tepaga shunday chiqib yetolmaydi. Xo'sh, endi biz bu yoqqa boramiz. Xo'sh. Mana do'stlar, video ham shu joyida o'z nihoyasiga yetdi. Bizni ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Do'stlar, qaranglar. Siz shu videoni pashto 13 minutlik 13 minutda ko'rdinglar. Lekin 16 minut o'ynadim. Bizni uxlatganiga 5-6 oy bo'ldi. Qarzini bermasdan ba'zilar boy bo'ldi. Ko'ngilchang bo'lmay o'lay, alamim kimdan olay? 2000 havoda yo'q bo'ldi. Mashini, o'limni bir yashaylik. Ishongan do'stlarim